Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga ilinib, Biliqut to'g'rida anglitildi. Qadrdon Obixon bombi bilan qo'shishib, musofirlar mehmonxonasiga yenib keldi. U Әмділі darvoza oldiga kelishi O'smarxon jannat ne'matlari oshxonasining oshpazi Kozim Long'da paydo bo'lib qoldi. Qadrdon dastlabda sal xavotirlangan bo'lsa-mu, lekin u kulimsirab kelib qo'lini uzatdi. Qadrdon ina, men O'smarxonning qo'lida ishlagachga mening buni ehtiyot qilishlari tamoman yo'q. Kozim ifodasizla kulimsirdi. Lekin marhum Zulay ta o'lib ketganga qadar hamma dard alamlarini menga so'zlab beradi. U meni o'z oksida ko'radi. Zulay o'lib ketishdan bir kun ilgari menga bir parcha xat bergan edi. Hozirga saqlab keldim. Kozim mayda yonchug'idan to'marcha qatlangan xatni elib Qadrdonga tutqizdi. Qadrdon avval xatga lavlarini tekkizdi. Ondan peshonasiga yoqdi. Rahmat Kozimka. Siz men o'ylagandan oq ko'ngil odam ekansiz. Qadrdon yoshga to'lgan ko'zlarini yoshirdi. Men u rahmatlikka yuz kelmayman. Undoq demang eni. Kozimning Qadrdonga ichi og'rib qoldi. O ishlarda siz bilan Zulay aziz hamma shundoqni O'smarxon bilan Asad bilallagan. Rahmat Kozimka. Siz menga Zulayning oxirgi ko'nglini taqdim qildingiz. Sizning bu baho yetmas yaxshiliklaringizni umr vaqi unutmayman. Qadrdon eni, Xotanga borganda ehtiyot qilasiz. O'smarxon koni oshnasi jinoiy ishlar soxtiyatirning boshlig'i Oblipesga telefon berishi mumkin. Bu bir paras. Shundaqdimi o'zingizga puxta bo'ling. So'ngqa chandallaringizga o'shcha bir nima olmang. Tushundim Kozimka. Biror shapidan xabaringiz bo'lsa, meni atoydan izlab kelmaytingiz. Ko'ngil bo'lganingizga ming marta rahmat. Xotanga menib qolsangiz, oq yo'l bo'lsin eni. Kozim xo'shlashib ketib qoldi. Qadrdon yotqiga ushqandek kirdi. Zulayning to'marcha qatlangan xetini ochdi. Xat ancha chiroyli bo'lmasimi? Ammo sahifalarning shunchalik ratlik ham ro'shanligidan qayta ko'chirilganligi chiqib turadi. Marhum yuragidagi qonga milangan hasrat nadomatlarini oq qog'oz betiga yo'ltuzdek chechib o'tgan edi. Mening qadrdonim, sizning taloq degan gapingiz hargiz hisob emas. Nima ish qilib so'ramaysiz-ku? U munda qarang jinim. Siz ochiqingizda anangmi taloq, senmi taloq, o'qishdingmi hammang taloq dedingiz. Mushu gapingizning o'zini tushuntirib bera olamsiz. Siz boshda anang taloq dedingiz. Oxirida hammang taloq deb varqirdingiz. Taloq qilganlaringiz zodi kimlar? Ular bilan oranglarda azal abad nikoh bo'lmasa, nima deb bildirib yurasiz? Bu faqat ochiq sababidan portilgan talvilik hisoblanadi ekan. Endi men boyiqi hamdamda bor, hisobda yo'q taloq o'tirsida senmi taloq degan gapni anglab qoldim. Bu sen degan kim u? Mening ismim sen emas. Yana bir qitim o'qiylang. Sizning ayolingiz Zulay. Shunga shariatda ismi atalmay ma'hum deyilgan taloqlar taloqqa kirmaydi. Balkim u talvilikdir. Shunga sizning xetimning beshidilla
mening qadrdonim deb yo'g'on yezib qo'ydi. O'qib qo'ying. Siz hozirmi mening? Ya'ni mangulik vidolashgan erimsiz. Men mushu bir eg'iz gapni qanchilab yezib, qanchilab o'chirganimni bilamsiz. Vidolashishni gerçi hissiyat jihatda e'tirof qilsammi, ammo aqlim zodil tan olmaydi. Shundaqdimi ko'zimni yumib, quloqimni etib oldi. Hissiyat va aqlimning cho'qonlarini anglamay dedi. Mening bu qatimki hayotga jang e'lon qilishim osonlikcha kelgan qarorim emas. Siz bu chaqqicha onam, akam, axtar ochamdan solgan ziyonkashliklarni ko'tirdingiz. Ko'rmasga, anglamas qisaldingiz. Bu men uchun, faqat men uchun bo'ldi. Lekin bu qatimki onamning 200 ming so'm pulimizni bermaslik, shundaqla xotin sotda yengilganlik ochiqi uchunla sizni ottirib etish uchun 2 qatim etishga loyiq xiroinni akam orqali so'mkangizga tiqib qo'yganligini anglab, onamning sizga bo'lgan o'chmanligini naqadar cho'nqur, naqadar vahshiy ekanligini bilib yetganimda, bu olam menga qop-qorong'i bo'lib ko'rindi. Qadrdon, men yana ko'rish qilib, sizni qaytib bag'rimga tortib elib kelalaydim. Lekin men onam va akamning sizga suiqasd qilishidan ansirab qoldim. Ularning payli yomon. Turibla uydan qochib chiqib, jahonning bir chetida bo'lsa-mu tirikchiligimizni qilaveraylik deb o'yladi. Ammo onam, akam, ochamlarning qilganlari yuragimizga o'rnab ketdi. Bundan keyin mening burunqidek zo'r bo'lishim latoyi. Chunki men Husnarixonning qizi, Asad bilan Axtarning singlisi. Shunga men sizni qutqizish hisobiga o'zim ketay deb o'yladim. Esingizdami? Bir chog'da sizga o'lib o'lish uchun chekaman degani. Onamning xiroinni qayerga qo'yganligini bilgachga har kuni chekdim. Sizni sevgan sari shuncha ko'p chekdim. Tushlarimga kirsingizmi? Kirmasingizmi chekiverdi. Xumorim dahshat tutgan sari o'qil qilishni o'rganib oldim. Shuni bilan ishtahoyim tutilib, kundan kunga cho'dab, bir teri bir so'ngakka aylandi. Qisqasi, siz meni tashlab ketgan 17-18 oy ichida u dunyodagi do'zaxga loyiq tirik murdaga aylandim. Shu kunlarda bolamga o'zisi yetishmadimi yoki ozib qutulgan poniga ko'z qiyolmadimi? Ishqilib, ko'p tavraydigan bo'lib ketdi. Bolamning hayot qilishni shuncha ko'p orzu qildi. Lekin bu orzuyimga yetolmaydiganligim o'zimga ayon bo'ldi. Tushlarimda bir tal qizil olmani ko'tarib, bir boqqa yugurib kirib ketayotgandekman. Bilmuna aziz, qizil olmani qiz farzand deyishir ekan. Kechiring qadrdon. Qizingiz mana hamroh bo'lishni loyiq topgan o'xshaydi. Balkim u onam bu dunyodagi baxtini yuturib qo'ydi. Endi u dunyodami yolg'izsirab qolmasin degan o'xshaydi. Qadrdon, qizingizni etkatdi. Shu narsa esingizda bo'lsin. Men sizning nikohingizda safar qildim. Shunga meni biror qatim bo'lsin yo'qlab qo'ying. Sizni u dunyodami suyib qolguchi baxt qora ayolingiz Zulay. Qadrdon xatni o'qib bo'lguncha yuzlari ho'l bo'lib ketdi. U atsi atigan turib, Elimjon Allohni yotiqidan chaqirib chiqib, Obixon lompi bilan ko'rishganligini, uning holining ig'irligini, shundaqla yostiq to'g'riliq so'zlab berdi. Elimjonmo pat-pat berib Obixondan xabar oldiganligini aytdi. Qadrdon shu kuni tushdan keyin Janubiy Shinjon qatnash bekitidan Xotanga yurib ketdi. 25-bob.
Xotan uzun yo'lliq yo'lovchi to'shish qatnash bekitiga Urumchidan kelgan bir avtobus irg'anglab kirib keldi. U rakli tizilgan avtobuslar qatoriga kelib to'xtashi. Yo'lovchilar o'zi buzilgan harlardek qo'zg'alib chiqishga boshladi. Qadrdon so'mkisini ko'tarib yerga tushishi. Ikki soqchi kelib uning qo'liga ko'yza soldi. Tuyuqsiz yuz bergan bu ishdan mangdab qolgan Qadrdon nima deyarini bilmay oqirib ketdi. Yo'lda mo'ndishib kelgan tonish va yangidan tonishganlarni hang-tang qilishdi. Odaysan-g'a? dedi to'pdak diqmoq soqchi. Qadrdon degan san-g'a? Shundaqman. Menga ish tutisizlar. To'la kapildimay mana. Qadrdonning ikki tarafidan yolab mangan ikki soqchi uni soqchi mashinasiga serishdi. Safardosh tonishlardan bir nechasi Abbos Bo'jonga xabar qilmoqchi bo'lishdi. Qadrdon mashinada ketib o'tib, Kazımning O'snarxon ko'ngli oshnasi jinoiy ishlar soqchi atratining boshlig'i Oblipisga telefon berishi mumkin. Somka chamballaringizga o'shiqcha bir nima olmang degan so'zlarni esga oldi. Ras. O'snarxon degan seriq chayon bilan qachongacha o'chakishib o'tay. Bu shapsiz kurashda kim yer chiltar? O Asadning fojiasida meningdan gumonlanib qoldimi qandaq? Yo'q, mumkin emas. O sirni mendan o'zga yana biri bilmasa. Qani. Soliq jarayonida hamma ish oydin ishidi. Qadrdonning gumon ham farazlarining oyiga chiqmay turibla jinoiy ishlar soqchi atratining hovlisiga kirib kelishdi. Uni koridor bo'ylab yo'lab kelgan ikki soqchi xuddi qafasga o'xshaydigan bir uyga dummisdan ittirib kirgizdi. Temir eshiklarni jarang-jurang qilib ichishdi. Qadrdon atki savol so'roqni o'ylab uyqusi kelmadi. Ular Qadrdonning yo'llarini oqtirib hech nima topolmadi. So'nkirimi qo'rqidek bir narsa yo'q edi. Kazımning gaplari uning ogohlantirish signali bo'lib tuyulg'achqa. Chekidig'ining hammasini ishkemining odam qo'li uzatqili bo'lmaydigan yerdagi yanchiqlariga yo'shirgan edi. Endi ularning qo'lida paket yo'q ekan. Cho'qim qo'yib berdi degan umid Qadrdonning ko'nglini yo'rtib turardi. Lekin atisi atigan elib berilgan so'roq uning umidlarini ko'pikka aylantirdi. Ular Guangzhoudan yo'tkagan heroin, Asad bilan bo'lgan sherikchilik, qo'shgan pay qatorliq savollar edi. Bu ularning qo'rsqidagi jinning haqiqiy maqsadini oshkorlab qo'ydi. Oblipes O'snarxonning sizib bergan sizliqi bilan Qadrdonni cho'ng atkaschilikda ayblab, uni "Men Asadni tutib bergan tursam, qanday qilib atkaschi bo'lib qolay" degizmoqchi edi. Bir necha kunlar o'tib ketdi. Qadrdonga tomoq to'shiydigan 50 yoshlardagi peshqadam soqchi To'daji har kunlik ishlarni Qadrdonga yetkazib, uni xabarlantirib turardi. U nima uchundir Qadrdonni o'z o'g'lidek ko'rardi. "Ay balimay", dedi bir kuni u. "Abbos Bo'jon bugun 3-chi qatim kelishi. Lekin Oblipes boshliq so'roq ustidagi gumondorlarni tuqqanlari bilan ko'rishtirishga bo'lmaydi deb Abbos Bo'jonni ketkizib etdi. Mana baqina. Ular seni nimishqa shuncha ular chang tutib oladi?" Bu qarshilar tudachka. Shaxsiy adovatdan bo'layotgan ish. Qadrdon qiynalmishi O'snarxon. Uning o'g'li Asadlarning ahvolini qisqacha so'zlab berishi. To'daji emaklarini qamallab jimmida turib qoldi. Bo'ldi. Sayxat men keldi, dedi To'daji. O'snarxon deganing oq seriq, yalpi yuz, tambal, egiz xotinma.
Ha, naq o'zi. To'g'ri. 2 yil oldida u xotin Oblipis boshliqni bir necha qatim izlab kelgan edi. Oblipis qadrdonni bir so'luvog'inicha qo'yib bermadi. 4-5 kunda bir qatim so'roq tartib, Guangzhoudan qanchalik heroin yetkidan, qancha qatim Urumchidagi Xotandagi aloqalash o'rin. Shundaqla odamlarini fosh qil. Xizmat ko'rsatsang mukofotlansan. Qarshilik qilsang qattiq jazolansan degandek to'li choylanib shamu bo'lib ketgan gaplarni qurt xazinasi. Qadrdon ba'zida terikib, ba'zida gachi bo'lib olib, texe so'roq qilib olsa mugdab qilib, ularni bezor qilyapti. Bir kuni Tudaji onun o'z qo'lida atgan deb bir qoch polvo akirib berdi. Ondan ikki tarafga lappida qarab qo'yib, asta pichirladi. Bugun atigan Abbas Bojang siyos qonun komitining shujisi Motulla Saud kelib, Oblibis bilan varqirishib qoldi. Ular nima deyishdi? Motulla Saud pokallarga chiqizirib, yenidan 1 gram heroin chiqmagan odamni gumon bilan so'lib olish xato. Qonuniy jihatdan olganda kishilik huquqi, manfaati, yuz obro'yiga daxl tarz yetkazganlik deb qattiq ochiqlab ketdi. Ondan keyinchi Qadrdon umidlanib so'radi. Oblipis, bir necha kun sabr qilinglar. Biz muzokaralashib, bir xulosaga kelaylik deb bo'shab ketdi. Tudaji rost aytibdi ekan. Qadrdon so'linib 37 kun bo'lganda Abbas 5000 so'm jarimani to'lab o'g'lini olib chiqib ketdi. Lekin Qadrdon atsla narsa keraklarini yig'ishtirib Urumchiga mangdi. Onasining hapis turib ochangning to'yiga qatnashib ket deganigini quloq solmadi. Bo'ldi ana, xotanda turmay. Bu yerning qonun tuzumlari, ijtimoiy, siyosiy muhiti hech qanday yerga o'xshamaydi ekan. Ular o'z oldiga mustaqil yashaydi ekan. Rasli ochangning to'yig'iga qatnashmasa? Ocham doktorxonada ishlab yetibdi. Enim Abdurahmon 6-oyda oliy maktabga imtihon berdi ekan. Men ulardan xotirjam bo'ldim. Ukam Urumchilarga berib qolsa, meni izlasin. Xo'sh ana. Dada. Mendan ranjimanglar. Qadrdon shu kuni tushdan keyin soat 4ning mashinasida Urumchiga menib ketdi. Boshqalarning uzitib qo'yayli deganini unutmadi. Abbas ochiqida bo'ldi qo'yinglar, chatqinlar bo'lmasin, bir kunlari tumshug'ini qon qilib kelar deb qo'ydi. Ras. Qadrdon qachongacha sargardon bo'la. Hozir 2 yil xotindan ayrildi. Do'stlikdagi ishongan uy bisotlari bir qeyr bangining qo'lida so'rilib tugadi. Yenida biror kallakni pul bo'lmasa, u kechida biror makonda yotmamdi, yemamdi, ichmamdi, chekmamdi. Ishlay desa, kut ichidimasa. Jafo chekmay pul topadigan yer bormidi. Bah, divanchilik qilsa bo'ladi. Shaharning odam avod to'qmishida o'tirib olib, kishilarga sehiy jannati, Xudo rahmati deb qo'l so'zsa, parcha puli bola 10-20 tiyindan tashlamamdi. Qadrdon bunda qilishdan o'limni afzal ko'rdi. Qiziq gap bo'ldi-da bu. Bersang yeyman, ursang o'laman deydiganga u bir kimning kuchki bo'lmasa, u butun surik bir odam. Yani kelib, xalq olam oldida bola saylagan deb nomi chiqqan bir boyvachcha. Amsa jafo chekmay, bel og'ritmay, qo'l qopatmay, kalbi ishlatmay osonli topadigan pul nima ekan? Kelg'o kuniga 2 vaqt qo'riqmay yeb o'tib ketadi. Tamakisichi. U degan kuniga 5-600 so'mlik, hatto ba'zida 1000 so'mlik tamak chekadigan no'ch tursa. Bu pulni bir kim osmondan tashlab bermas. Xumori tutib bo'lanmay,
o'g'irlik, bulanchilik qilib, hatto odam o'ltirib, O'g'linboyning tanshliq seydi etilib atqanlarmi? Aşu heroin çekkichilar. Maşina cheksiz qumliqlar. Yav qumishliq, yo'lg'inliq cho'llar. Oppoq sho'rliqlar. Bayog'in dashtlarda o't shoridek petayotgan quyoshni orqada qoldirib ilgirlamoqda. Mashina aynikidan xuddi o'zining taqdiridek qop-qorong'u dashtlarga qarab o'tirgan qadrdon chiqish yo'lini, osoyishlik hayotning manzillarini ko'rolmay to'njiqib o'tiradi. Bo'pti. Urumchiga boramdi, chattalga chiqamdi, biror ovqatning peshin tutsin. Ammo uning dasmoyi qani. Ah, Xudoyim. Mushkullarda Yoqub hojim bo'lib qolsa, u so'rmasa 120 ming so'mni bermamdikin-a? Texe 42 mashinalik karvon yuk tush atirtim bor deb maqtig'ini qani u kazzab hojimman. Haras. Eliqe tepki soqol Xolmat qorim 60 ming so'mni elib ketgancha necha yil bo'ldi. Yo'qoqli ketdi. Voy hojim, qorim bo'lmay qurib ketgur noahlila. Yening to'ng vaqtida parvonda cho'rgilab ketam degan. Senli holingdan ketsang, qo'lingdan tortib qo'yish u yoqda tursin, dastlab o'tib ketayotgan. Ajoyib haqda biz. Yenikning ostidan, eg'irning ustidan mangadigan. Qadrdon oxir o'yla biror oshxonada yoki restoranda. Yo'q. Restoran keçip bir vaqtlargacha odamni tuzchining eshigidek ishiltib holini qo'ymaydi. Eng yaxshisi oshxonada qo'rimkesh bo'lishni o'yladi. Chunki u bu kasbda 6 oy o'qigan. 32 xil qo'rima, 10 turlik tomoqlarni qila oladi. Ammo Urumchida qadrdondek oshpazlar intayin ko'p. Eng yaxshisi qadr qimmatini qiladigan Beijing libosi bo'lmadimi? Hozir G'ayratjonda, Ayso Xenanjer, Abay Gittar, İdris Modunla, Beijing Ganjiako, Veygonsunlarda xelili hurmat inovati bor tijoratchilarmish. Shular biror ish o'rni tepamamdi. G'ayratjonda, Beijingdagi Veygonsun degan bir ko'chada 30 dak Uyg'ur oshxonasi bor degandek qilgan. Qadrdon xotanning qo'zg'ilib ta Urumchi bosug'isiga kirguncha ana shundoq vahimlik xiyollar uning yuragini ansizlik iskanjalarida qamallab keldi. U tush vaqti bilan Urumchi garajga tushib, musofirlar mehmonxonasiga ko'cha avtobusi bilan ketdi. U 5-qavatdagi 8 kishilik arzon yotoqqa bilet kestirib, bulondagi g'icharlab turgan karvatga o'rinlashdi. Demisimi, vejik qarpatan degandek yotoqdagi badbo'y puroqdan dimiqqa etishib ketgan qadrdon orqa-orqadan tush ko'rib, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Shu asnoda Nurmat Pakar kirib qilib, hayron bo'g'indan og'zi uchiqliq qoldi. U qadrdonning bundoq yotoqda yotganini birinchi qatim ko'rishi edi. Shundaqdimi, u hech nimani chandurmay ko'rishdi. Xotandagi tonish bilish, al og'inlarning ahvolini so'radi. Qadrdonmi uning tikilib qarayolmay javob berdi. Sen xotangi menib, atiganda Obixon lompit gap ketdi, dedi Nurmat Bakar. Alog'ingla oz to'ldan yig'ish qilib, o'limini uzatdik. Uni yostig'ini qanday qildinglar? Biz og'inglar borsak, uni dog' karvatga yotqizib qo'yibdik-a. Yotgan ko'rpa, yostiqlarni bir kim ep chiqib ketgan o'xshaydi. So'rishib topolmadik. Isqar, bir bo'sharmidi ekan-da, dedi qadrdon xiyol bilan. U allaqachon sezib olgan cheg'i. Aras, seni heliqi Yoqub hojim 2 qatim izlab keldi. Nima? U ketdimi? Nereden keldi?
O Qog'iliqda karvon yuktuş yetkash kolon qurgan emasmidi? Shu odamning o'zi. Agar 2 kungacha Qadirdan kelib qolsa, meni Shinjong mehmonxonasidan izlasin degan edi. Qachon? 2 kunning oldida. Men bir berib boqay juma. Qadirdan o'rnidan turishi Nurmat uningga kunlikni sundi. Sirti yomg'ir yog'adi-da buni eval. Qadirdan beshiga omad qushib qo'ngandek xo'shol chiqib ketdi. O Yaqub hojimning ismini anglash bilan qo'rqmayla taksiga tushdi. Albatta, hojim pul berish uchun izlamasa, bekor izlamdi. Almisaqdan tortib, qarzdor qarz egisidan qochadigan gap bor. Hojimning bunda qilishi, boshqalarning haqqini kayniga surib bermaslikning o'zi o'g'irlik qilganga o'xshash gunoh deb biladigan iymoni komil hojimlarning biri. O bir kimni o'g'li qo'yib etibla, orqadan namoz o'tab, Xudoyim bilan ommagan, bermagan bo'lib yuradigan suliyov hojimlarga o'xshamaydi. Qadirdan aroqni bismillah deb ichadigan bir hojimni ko'rib, hayronlikdan og'zi ochiqlik qolgan edi. Texi o bir gelam savdogar birodarining 10 ming so'm qarz edib, 20 yil o'tmay illa billah ommadim deb tenib oldi. Bir necha tijoratchilar Xudodan qo'rq, biz bu yerda oldingu desa, o qasam qilib beray, Qur'on tutib, tuzg'i siyib beray deb turib oldi. Mana mo'shundoq kishining haqqidan qo'rqmaydigan taqvodor, teqimi po'xla ko'rmi? Yaqub hojim davomliq 30 pora Qur'onni suvdek ichib olgan. Uni masxara qilsang yomon bo'ladi deb maqtaydigan Xolmat qorin 60 ming so'mni epqachib qarisini ko'rsatmaymanmi? Manfaat degan ajab totliq nimada? Yaqub hojim Qadirdanni izlab qo'yib edi. O hojimni avrishin tillarda maqtab ketdi. Yo'lda kelib etib, kazzab, noahli degandek gaplarning hammasini unutdi. Raskatni qilganda 2 yildan beri Qadirdan hojimni seg'ingan edi. Rasladın bo'lsin yoki erkilsin, hojimni qasdan teriktiradi. Ochiqni keltiradi. Hatto bir chog'da qo'yib olgan soqolini masxara qilib tushirgizib o'tgan edi. Bugun uning bilan ko'rishganda yig'lab solmisli bo'ladi-ku. Qadirdan Shinjong mehmonxonasi hovlisida taksidan tushdi-da, bino zaliga kirdi. O navbatchi xodimdan Yaqub hojimning yotiqini berib berib, Udul 2-qavat 203-nomerlik yotoqning to'p qo'ng'irg'i knopkasini bosdi. Ayol bo'lmayla kechilik kiyimi bilan hojim chiqdi. Aslida Qadirdan uni ushqondek berib quchoqlamoqchi edi. Lekin hojim uning chiroyiga to'zikkini qaramay, "Ha, keldingmi?" deb qo'yibla orqasiga qayrilib yotoqqa kirib ketdi. Qadirdan takallufsizda bir kishilik divanda o'tirdi. O hojimning texi oq kirishga ulgurmagan burutiga, burunqidan obdalli at qo'ngan sin sifatiga, salobatlik ko'rsatib turgan navatrang yepak kechilik kiyimiga, bo'libmi to'rsimon shapaq to'pisiga qarab qo'yib, bu gadaymi qo'rg'isiga kichikkina may qo'nib tikan, odam tonimas bo'lib qopti. İç semirse igisini tishlaydi degan raskanda. Sana shunchalik hol paydo qildirgan mening pullarimga deganlarni ko'ngildan o'tkazdi. Yaqub hojim Qadirdanga qarabmi qo'ymay, popkisidan qog'oz qalam ham 2 bog'lam pul elib choy shirasiga qo'ydi. "Ha, pulni sanab elib, hujjat yozib ber." "Hujjat yozmanmi?" Qadirdan chekchaydi. "Menga ishonmas bo'lib qolsiz-da." "Burun ishongan, endi ishongili bo'lmaydi." "Nishqa?" "Heroin chekkan odam normal odamlarga o'xshamaydi." "Tushundim. Men sizning nazaringizda bir iflos odam. İflaslı bo'lgan bo'lsam qari chog'liqdi. Seni ta'riflashga
Bizning tilimiz ojizlik qiladi. Qadrdon o'zi yozayotgan hujjatga qodilib qolgandek qilgan bilan ko'zlari hujjatdagi xatlarni ko'rmay yotadi. O endi nima desin? Uyg'ur tilida odamni tillab, satlab, xun qilib, yurak zedis qilib, tillab, ko'llab uxlamaydigan, qon qustirib o'ltirdigan, hatto sarang qilib o'tadigan zahardek tilla turuqliq. Qadrdonni ta'rifigidek so'z chiqmasmi? Amsa u nemishqa Yaqub hojimning og'zini tuvoqlig'idek gap qilolmaydi. Albatta, sherib bir nima deyolmaydi. Xumarning dahshatligiga qadrdonga ayon. Xumarning azobidan ota-onasini o'ltirib o'tganlar xiroyin chekkichilar. Xumarning azobi vijdon, g'ururdan halqib ketgachga, ayolni solab berguchilar xiroyin chekkichilar. Xumarning zahardek qiynoqlari oldida axloq, fazilat, diyonat, qonun tuzum deganlar go'yo to'p-tuzamdek bilingachga o'g'irlik, bulonchilik, qotillik qilayotganlarni yanada shu xiroyin chekkichilar. Shundaqla turuqliq qadrdon yana nima deyalasin? Men bundaq muomalaga uchraman deb o'ylamagan edim. Qadrdon qalamni ustalga taroqqida tashlab o'rnidan turdi. O'zi, men ketay. İblis lainga bay'at qiluvchilar bilan haqiqiy musulmon bir yerda asro bo'lishtirmoq, chiroyiga qarashma joiz emas. Yaqub hojim ustaldagi qalamni tozliq qog'ozda tutib axlat sevitiga tashlab Elimo, sening bilan bo'lgan bu qatimliq muomalam chekib uyushib ketdi. Qadrdon o'yin silib yig'ilganicha pulni elib chiqib ketdi. Onun ayrımsızlık yığı ovozi Yaqub hojimga og'ilib turdi. Umu ko'zlaridan kalkun sudek etilib kelgan yoshlarga oppoq lingini bosdi. Ham asta pichirladi. Xudo, ajab bu ehtiyotlik, yaqishliq bir bola edi. Uningga shafaat qo'llarini so'zib, do'zax tutunlaridan qutqizib olgan. Yaqub hojim ozg'in bir yosh uchun Tangridan tilak tilavatgan mush paytda taksining orqa o'rindig'ida o'tirgan qadrdonning yuzi yoshdan ho'l bo'lib ketgan edi. U yig'lamay kim yig'lasin? Ko'nglidagi eng yaqin odamidan kelgan shafaat shu. Uning zahardek tillari yetib oshmaydimi? Qadrdon tutgan qalamni qog'ozda tutib axlat sevitiga tashlag'ini nemasi? Qadrdon shuncha yerginishlik maxluqqa aylanib qoldimi? Tug'ilgan yurtidan, shundaqla o'limchidan ko'ngli qolgan qadrdon atisi atdigandila Elimjon aloq, Nurmat Pakarga xo'sh demayla poyezd bilan Beyjingga yurib ketdi. 26-bob. Beyjingdagi Genjaku Uyg'ur tijoratchilari egillagan uzun bir ko'cha. Ko'chaning ikki tarafiga oshxona, kavobxona, restoran, samsxona, qovoqxona, yer yemish magazini qatorliq har xil mulozimat do'konlari zich o'rnashgan bo'lib, kech-kunduz tijorat o'zilmay bo'lib turadi. Ko'cha eg'izidan 250-300 qadamdek oldiga manganda sol tarafda tor, ko'rimsiz bir ko'cha bor. Bu ko'chaga kirib, yana 50-60 qadam manganda chambarlangan qop-qora bir darvoza ko'zga chelibdi. Chambarlarga qiqilgan mehlarning beshi qora qo'ngizdek yo'g'on bo'lib, qarmoqqa turmi darvozasiga o'xshaydi. Yana bir tarafdan qadimki zamon boylarining hayvatlik qasr darvozalarini asqi solatdi. Mana bu yashinib qolgan kun xo'jayinning ijaraga berib,
kökünü yeydigan hoylisi. Astığı yapalaq taş yeyitilgan bu hoyliga qadam basınız. Udunumuzdaki 4 qavatlik binaga qarab içiniz sıkılıdı. O, aslida qandaq rangni suv olganligi yoki oqartilganligini bilgili bo'lmaydigan. Bino tomlarining ko'p yerlari zaylashib, sus maysarang mux qaplagan bo'lsa, yerilgan, ajilgan semut orliqlardan önüp chiqqan qandaqdir giyoh va daraxt ko'chatlari paxpiyib turardi. Binoning ikki beqindagi bir egizlikdan selingan 6 egiz uyning o'g'isiga qarmay yeyitilgan bo'lib, bu bir qavatlik bayroni uylar tijoratchilarga tegidan setib berilgan edi. Bu bino uylar Qashqar, Xotan, Oqsu, Kucha, G'uljilardan kelgan tijoratchilarning makoni bo'lib, yer tarashdan keyingi xarobilikka yoki urush malmonchiligidagi vayronchilikka o'xshaydi. Ular uchun baribir edi. Chunki bundoq bahosi arzon yotoqni nerdan topadi? Uning 1 va 3 qavatlarda o'pchi tozliq uy bilan hojatxonasi bor. Atgalligi 4 qavatdagilar 3 qavatga, 2 qavatdagilar 1 qavatga tushib, jumak talishib, hojatxonaga saqlab o'chirib turib ketishdi. Bu tijoratchi bolalarning ko'ngli yaxshi bo'lgani bilan og'zi eski edi. Ularning hojatxona bilan jumak talashgan vaqtidagi gaplarini anglasangiz, bir turib kulgangiz, bir turib g'azabingiz keladi. Qarang. Bir o'rinda qimirlashib turolmay, ishton beg'ini tutib olgan avro yigitning ochiqqani. Ketman dastak chiqirib o'tiraveramsan. Dastlab uzvatdaymi? Yundan çeçerek ketdi aşağıca. Yüzünü ısıtıcı qilganda şaqildi tiplandan. Nimada so'pini ichilsa? Sening yüzüngga so'pin emas, qirdigan pichoq ketib deyman. Ishqilib, bu o'pchi tozliq uy bilan hojatxonaning ishiklari ajrab, jumak turbulardan suv eqib, kichik tahorat ko'lchak to'shiklarga har xil narsalar kaplashib qolgan bo'lsa-mu, mehmonxona xizmatchilarining parvoyi falak edi. Kun xo'jayin bo'lsa, bu uy o'ylala shaharning cheqish ko'chirish planida bor deganni bahona qilib, bino uylarni remont qilish, eng bo'lmasa oqartish, sirlashqimi hapilisi yo'q edi. Tijoratchi musofirlar o'zlaricha kun sariyi deb chiroyli ism qo'ygan 4 qavatlik binoda bir kuni saharligi to'limi surlik ansizchilik ko'tarildi. Tijoratchi yigitlar paloq puluq, taraq turuq yugurishib 3 qavat tozliq uy atrofiga to'plashmoqda edi. Bir necha yigit hojatxonadan bir yigitning jasadini elib chiqib, koridorning tom tuviga yotqizib qo'yishdi. Tozliq uydan eqib chiqayotgan toskini yo'nda asta-asta sirg'ib, jasadning ostiga kirib o'tadi. O qo'lida qandoqdir bir nimani ching siqinib olgan edi. Angacha kimdir biri uning barmoqlarini qayirib, olqindagi qizil so'yov dastalik shiprisini oldi. U qo'lni ko'proq uraytibdi. Eliqi yigit shiprisini axlat sevitiga tashlabdi. Og'inglar, bu Qashqarlik Qurbon Shakalg'o. Varqirda g'ayrat changdi. Biz hozir o'yliga tushib qadrdonning uyiga yig'layli. U yer sal ozoda. Hammasi guldirlashib pastga tushdi-da. Qadrdonning ko'ch posiliga tutashgan bir egizlik uyiga kirishdi. Uyda ko'ni abjaq cho'ng divan, shaloqlab ketgan 3 o'rindiq, karvat, konika marqiliq osti qoplari ajrab ketgan 12 diyimlik televizor qatorliq aslahalar bor edi. Qapoqlari sangilgan, o'z taqdiridan ansiravatganligi chiroydan chiqib turgan yosh bolalar yotoqqa kirib o'ltirganicha, o'rin yetishmaganlari o'ra va zo'ng'ayg'inicha jimjit yer beqib turishdi. Ular xo'tanlik g'ayrat jangda Idris Mo'rin,
Aysa Xinanjar, Qadrdonlar, Qashqarlik Oblikin Polo, Dolqun Dugilek, G'uljilik Farhod Razgi, Dilshod Cho'qay, Oqsuluq Rammunchaq, Nurahmat To'xla, Kuchaliq Po'lat Xungshu, Urumchilik Dilmurod Makash qatorliq 20 dan ortiq tijoratchi bolalar edi. Bularning ichida xotinlik G'ayrat Jangdo bilan Kuchaliq Po'lat Xungshuning kuchimi, tadbirimi, nupuzimi bo'lg'ashqa, hamma uning sizgan siziqiga, o'rinlashtirishiga g'ing-ping qilinmaydi. Agar kimki hurib desa yoki chiqargan qaroriga bo'ysunmasa, ularni majburlamaydi. Lekin Beijingdek musofirchilik shaharda yotlardan tayoq yeydigan, kamsitiladigan, bo'zak qilinadigan, qo'yilib ketadigan qatorliq ishlarda milliy bolalarning hech qaysining kori bo'lmaydi. Shunga ular tabiiy holda uyushgan fidokorlar kollektivi edi. Hay, Qurbon Shakal obdan boleti, dedi G'ayrat Jangdo hasrat bilan. Onun Qashqarlik birodarlardan bormi? Men bor. Mavo döptügülek semizi Po'lat Xungshu tunishtirdi. Dolqun Dugilek. Mavo igiz bola Oblikin Polo. G'ayrat Jangdo Oblikimning dam yegan polodek oq seriq, o'ppidi esilib turgan yuziga qarab ko'nglida polo laqimi pichib tikkan kiyimidek qonlashibdi deb o'yladi. Oblikin, Qurbon Shakal dollarchilik qildi deymi? So'radi G'ayrat Jangdo. Burun shunda qilgan. Oblikin yig'lab soldi. Unuzu ko'proq dasmoyi bo'lmag'achqa, keyincha cho'ng ovqatga kirishib olgan. O'sha og'inglarga sassansa, o'zing chekishma deb qaqshab yutib ketdi. G'ayrat Jangdo chertdi tikirdi. Musofirchilik, g'ayriblikni topgan pullarning hammasi tamakisiga yetmayotgan. Bo'ldi G'ayrat, bo'ldi. Hozir bir-birimizga taptani qilgan vaqt emas, dedi Po'lat Xungshu. Qurbon Shakalning o'limini uzishni g'amini qilsak. Og'illar, haftada bir ishga degidek bolalarni uzitib o'tamiz. Ularning hammasi Uyg'ur bolalari. G'ayrat Jangdo tamaki tutashtirdi. Ularning Beijingda nupusi bo'lmag'achqa, yerlikni qimmat edish to'g'ri keladi. Buni tartibi o'zingizga ayon. Po'lat, tizimlashni boshla. Men mingni otidim. Mana pul. G'ayrat 1000 so'mni Po'latga tutqizishi. Po'latmo yanchiqdan 1000 so'm chiqadi. Ondan qolganlarni 1800, eng tuvanlarimi 500 so'm atrofida tizimlashib, yanada borlari naq berdi. Yo'qlari bugunni akilib berdiganligini aytishdi. Qadrdonmi 1000 so'm tizimlatgan edi. G'ayrat sal ochiqlab qoldi. Hey, kelguningga 3 oydan oshdi. G'ayrat qo'lni shiltadi. Biror ish vaqtining peshin tutmadi. Endi yolg'onchilik qilib 1000 so'm deysan-a? G'ayratga. Biz Beijingga kelibla Qurbon bilan tanishib yaxshi o'tgan edik. Qadrdon mekkida yig'lab o'tdi. Meni ko'nglimni qaytarmagan. Po'lat tizimlikdagi pulni o'qib, jami 17 ming so'm bo'lganligini e'lon qildi. Ondan u ish o'rinlashtirdi. Qadrdon bilan Oblikin Polo Ganjako ish boshqarish o'rniga qamlashtirib iltimos yezib, Xanzochiga tarjim qildiringlar. Chekib o'ldi degan gapni qilmanglar. Bo'lmasa, yerlik yabamaydi. Sizlar
iltimasını ezip bulup bana veringlar, dedi G'ayratjon bu. Eli Daryosi restoranning xo'jayini Solih akamga tarjim qildiray. Solih Paynak restoran, qavoqxona, kavobxonalar va g'o'ljilik katta boy edi. Uning Genji aka vegan usullar bo'yicha hurmat inovati yuqori bo'lib, soqchilarmo gapini yirmaydi. Ikkinchi masala, dedi Po'lat Xuncho varqirab. Yerlik hudud bo'yicha Qurbonning jasadini muz ostida saqlaymiz. Jasad to'nish o'rinlarida bir kechaligiga palonchi ming so'm oladi. Shunga To'lqin Dugilak, Farhod Razga, Kerem Munchoqlar cho'kimiz zavodidan chasimiz akilishga mas'ul bo'ladi. Uchinchi masala, Genji aka ish boshqarish o'rni, xalq ishlar bo'limi, yer idoralari muzokaralashib, tasdiqlab bo'yicha 3-4 kun, bo'lmasa bir hafta ketadi. Buni söylashga G'ayrat, men, Dilmurod Makashlar mas'ul bo'lamiz. Muzag'anda hujjat olishni unutib qolmanglar. To'lqin Dugilak, Farhod Razga, Kerem Munchoqlar 1 soat ichida Yaponiyaning past kuzovliq mashinasini kira qilib chasimiz ep keldi. Davomli xiroindan o'lib turdiganlar bo'lg'achqa, ular birinchi qavatning palampay ostini jasad saqlash o'rni qilib, oldini adyol bilan to'sib o'tgan edi. Bir necha bolalar Qurbonning jasadini put-qo'llaridan ko'tarib elib tushdi-da, kiyimlarini soldirib, qip yalang'och qilgandan keyin bir g'erish qalinlikdagi muzga yotqizib, ondan ustidan muzga bostirdi. Bu muzlar Beyjingning sentabrdagi 50 havosida bir kecha aram chidaydi. Uning ergan suvlari o'yladagi ko'lchakka sherqirib tushib turadi. Shungacha muzga mas'ul bo'lganlar davomli akilib muz almashtirishga hargiz sal qaramaydi. Bo'lmasa jasad 2 kun ichida sesib binoga kirgisiz bo'lib ketadi. Beliq shirkatida ovozga aylanib, Beliq to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyati tomonidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun musharga chanlatdik. Davomini atidagi anglashimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.